Mana Asilbek senga savol. Mana bu 10 mingdek qo'yib qo'yar. Ana shu tovsang, ana shu 10 ming senga. Kelishdikmi? Nimaga tegma? Nimaga tegma stolga. Sen 15 minglik o'yinchog'ingni Ahrar akangga sotding. Ahrar akangda mayda puli yo'q ekan, senga 50 ming berdi. Qancha qaytarib berishing kerak Ahrar akangga? 35 ming. O 50 mingdan 35 ming qaytarib berishing kerak. 15 ming olib qolding o'zing, ha? Keyin 15 minglik o'yinchoq berib yubording. 35 ming qaytarib berding Ahrar akangga. Xo'p, Ahrar akang 35 ming qaytarib bergan bo'lsang, keyin Ahrar akang ketib oldi. Puli soxta ekan, o'yinchoq pul berib ketdi senga elde. Qaysi pul? Hali 50 ming beruvdi-yu. Sen 50 ming olib qolib 35 ming qaytarib berding o'yinchoqni. Hali 50 ming puli soxta ekan. Endi sen qancha ziyon qilding shunda? Nima? O'yinchog'i nima ekan? Ahrar akang senga 50 ming pul berdi. Sen 35 ming qaytarib berding-da, o'yinchoqni ham berib yubording, ha? Endi Ahrar akang senga bergan 50 ming pul soxta ekan. 50 mingmi? 50 ming senga pul bermabdi-da u endi. Sen qancha ziyon qilding shunda? Hammasi bu. Hammasi bu 50 ming. 50 ming. 35 mingga 50 minglik o'yinchoqni uni 50 minglik o'yinchoqni ko'rsak, pul o'yinchoq ham ketdi, pul ham ketdi-yu. 35 50 ming emas. O'yinchoq necha pul edi? 15 minglik edi. Ha. 35 ming pul demak ketib olgan. Ha. Demak 50 ming ziyon qiladi. To'ppa to'g'ri. Ana shu 10 ming senga ol. Rahmat.